Men bir umr kuyganimcha qolib ketdim. Qaydan keladi endi? Qani meni bacham? Ular Mayovkadan kelayotgan bo'lgan. Vahshiylarcha bunday bo'lmasligi kerak. Uni ham Xudo yaratganki. Odamni farzandiki ular ham. Tepaga ochib, ichkaridan 2 kishini oldik. Ular uchun 8 yil hech narsa emas. Tasdiqlayman deydi-yu, o'sha bu yerga sud jarayonida boshqa narsa aytdi vahshiy. 180 gradusga aylanib bular emas edi deb aytdi. Sudyani holati qanaqa bo'ldi bu? U uzr so'ragani bilan biz uzrlik qila olmaymizki. Isbotlab beryapti dedi. Lekin bularni o'rtaga shu pul bilan sotib oldi. O'g'lim shunday syomkani boshlagan paytda Atrofingizda mana qo'shnilar ham yordamga chiqdi deyapsiz. Nahotki 102 ga qo'ng'iroq qilib chaqirmadingiz? ana shu yerga bo'ldi, o'g'limni mana shu yerga urib yiqitdi mana bu asfaltga. Bir mushtipar ona bilan otaning murojaatlarini eshitdingiz. O'z qo'llari bilan tez yordam mashinasida olib borish bu juda og'ir. ...2025 yil 13 aprel kuni Spark rusumli mashina avtohalokatga uchradi. Va bu baxtsiz hodisaga tabiiyki mahalladagi fuqarolar o'z yordamini berishga chiqishdi. Afsuski yordam beraman deb bir ota farzandidan ayrildi. Assalomu alaykum Shuhrat aka, ya'ni murojaat qildingizki, biz avtohalokatga uchragan mashinaga o'z yordamimizni beramiz dedik va bu oqibatida men o'g'limdan ayrildim degan holatni berdingiz. Haqiqatan ham bu Spark rusumli mashina keldi, bu yerga urib bardurni chapqa qilib ariga tushib ketdi. Bardur ham tushib ketdi, o'zi ham tushib ketdi. Mashina vobshe mana shu tomi pastda edi. Men, kuyovim, Xudo rahmatli o'g'lim, uchamiz yana bitta o'tkur degan hamsoyamiz kelib, mashinani yonbosh qilib, eshigi tepaga ochib, ichkaridan 2 kishini oldik. Ikkalasi ham bittasi mast holda edi, bittasi hushyor edi, lekin mashinani mast holdagi jo'rasi haydayapti. O'zi emas. Biz chiqatdik. Xotinim dori-pori supib berib, o'ziga keltirdik-ku, o'zimiz o'g'limizdan ayirib qoldik. Sababi shuki, men aytdimki ularga, "Jo'ra dedim, mana bu mast holda nimaga mashina haydabsizlar dedim. Jo'ram nima qilib mashinani men hayday deb tortib olibdi mashinani mast holda, lekin ular Mayovkadan kelayotgan bo'lgan. Keyin men aytdim, "Men bardur tushib ketdi. Uyimiz suv bosadi. Men syomka qilaman, bardur shunday tepaga chiqib, hech qanaqa davom yo'q" dedim. Mashina egasi hushyor edi. Lekin jo'rasi haydab keldi. Mayli aka, bemalol deb syomka qiling dedi. O'g'lim shunday syomkani boshlagan paytda shu payt Oqbuyroqdan ular sheriklari keldi. Ana Onyxda, Kobultda, Damas'da bular sherikligini bizlar bilmaydik. Hammasi kelib to'xtadi, bizlar o'yladikki, shu ko'cha guzar o'tavchi. Shunday keldi, men shunday turibman, mana o'g'lim bardur bilan mashina so'qib qildi dedim, mashina egasi mashina turibdi. To'g'ri kelib o'g'limni urib ketdi. Men keyin uni etalab yordimki, ajataman deb menga yopishib ketdi. Bular gideta 15 kishi atrofi edi. Shuhrat aka, hech qanaqa gap so'zsiz, tortishuvsiz, ya'ni to'g'ridan to'g'ri kelib janjal boshlab ketishdi, to'g'rimi? To'g'ridan to'g'ri kelib birinchi o'g'lim urdi, hech qanaqa gap so'zsiz. O'g'limni urib ketdi, o'g'lim yiqilib ketdi, men uni etalab yordimki, menga yopishib ketdi. Bular hammasi mast holda keldi, hammasi mast holda. Menga yopishib ketdi, bu yerdan kuyovim chiqdi, kuyovim edi, kuyovimga ham yopishib ketdi, o'g'limga ham yopishdi. O'g'limni to'rttasi urib yiqitgandan keyin ham tep tashladi. U rengen qog'ozga bizlar olib bordik, doktorga kalla suyagi rengenga mana shunday yorilib qiyshiq bo'lgan. Hozir o'sha rengenni bular yo'q qildi. Birinchi rengen operatsiyadan oldingi rengen. Endi menga ham yopishgan, men o'g'lim shu 2-3 metr arada urib yotibdi, men yordam qila olmayapman. Shunaqasimi? Bu ko'zim oldiga o'g'limni urib o'ldirdi. Qolganlarcha, ya'ni qo'ni-qo'shni ko'rib turibmiz, mahallada baribir ovozlar eshitiladi. Ha, qo'shnilar keldi, ular o'sha o'g'limni urib yiqitgandan keyin ham tep tashladi duch kelgan joylarda. Ko'zim oldiga. Menga ham 3-4 kishi yopishgan, men bora olmayapman yordamga. Bu tarafda 1-2 metrda kuyovim Sadam. Unga ham yopishgan. U ham yordam qila olmayapti. Ular hammasi gruppovoy kelgan, hammasi yopishgan, hammasi mast holda. O'g'lim mana shu yerga ana shunaqa patar qilib, og'zi burnidan qon keldi, yiqilgandan keyin ham tepdi-da bular. Qon kelib aylandi yarim quruq. Skoriya chaqirdik, qildik. Bular yordam qilish o'rniga qochib ham ketdi.
Endi hozir shu holatda bir savol menga juda ham qiziq. Nega shunday janjal bo'lyapti, to'g'rimi? Misol uchun siz video tasmaga olayotgan joyimizda janjal boshlandi deyapsiz. Atrofingizda mana qo'shnilar ham yordamga chiqdi deyapsiz. Nahotki 102 ga qo'ng'iroq qilib chaqirmadinglar? Yo'q, keyin 102 ni chaqirdik, keyin o'sha bular qochdi. Bu где-то 1,5-2 minut janjal bo'ldi, ko'p emas. 3 minut uzog'i bilan. Bular qochdi. Shu payt ikkita hamsoya ham shu yerga edi, ko'rib o'tiruvdi. Zokir nima? Furqat bilan Gulchehra. Zokirova familiyasi, ona bola. Ikkalasi ham ko'rib o'tiruvdi. Tepkanni hammasini ko'rdi. Endi ular qochdi. Hay, o'g'limga sal yordam qildi, keyin bizlar 102 ni chaqirdik, olib ketdi. Hammasini qog'oz qalam qildik, doktorga ketdik. Tergov paytida bu shu ikkita hamsoya ham aytdi. Haqiqatan mana bu ikkitasi tepdi, mana bunisi tepdi o'g'lingizni deb tergov paytida aytdi. Tergov paytida aytgandan keyin sud jarayoniga kelganda 180 gradus aylandi. 180 gradus aylanib aytdiki, multfilm qildi. Bular emas dedi, men shunday qilib olib, bular emas dedi. Shu Furqat bilan ayasi. Umuman bular yo'q edi deyapti. Lekin tergov jarayonida hammasi qog'ozga yozilgan. Shular urdi, mana bu urdi, chunki suratdan chiqaradi, nomer qo'yiladi. Endi suratga, mana bu 5-surat, 3-surat, 4-surat deb qo'l qo'yib urdi deb aytdi. Sud jarayonida o'sha sotildi. Endi bir narsa bizga ma'lum, biz ko'p guvoh bo'lganmiz, ish holatimiz bo'yicha sudyalar, ya'ni avvaldan ularni so'rov qilishdan oldin, savol-javob qilishdan oldin savol beradi. Tergovdagi holatingiz, ya'ni tergovda bergan bizning ish jarayonimizda ma'lumki, ya'ni sudyalar har bir guvohga avvalambor savol berishdan oldin aytadi. Tergovda bergan har bitta so'rov holat gapingga tasdiqlaysanmi degan savolni beradi. Shu savolni berdimi sudya? Sudya savol berdi, nima qildi? Keyin bular tasdiqlayman dedimi qo'shnilaringiz? Tasdiqlayman dedi-yu, o'sha bergan sud jarayonida boshqa narsa aytdi vobshe. 180 gradusga aylanib bular emas edi deb aytdi. Sudyani holati qanaqa bo'ldi bu? Sudya ahamiyat ham bermadi, chunki shu payt keyin ularni advokati turib aytdiki, lekin bular politsiyada bizlar bilan qatnashgan edi. Ularning advokati turib aytdiki, bular dedi tilxat yozib berdi dedi. Bularni video syomka qildik bizlar dedi. Bular haqiqatan dedi, bular yo'qligiga isbotlab beryapti dedi. Lekin bularni o'rtaga shu pul bilan sotib oldi. Ungacha manga aylanib keldi 4-5 kishi cheres 35 ming, 40 ming dollar beramiz, davomdan o't dedi. Men davomdan o'tmadim. O'g'lim shu jabrlanuvchi nimalar? U taraf sudlanuvchilar. Opa qo'shilmay turing. Sudlanuvchilar Boshidan mashta kesiladi, qo'shasiz. Aha. Sudlanuvchilar endi odam qo'ydi, aylanib cheres keldi. 35 ming, 40 ming dollar beramiz dedi. Farzandingiz necha yosh edi? 22 yosh edi, bitta o'g'lim bor edi. Bitta o'g'lingiz bor, lekin hali u o'g'lingizni uylantirmagansiz. O'sha yil uylantirmoqchi edim. Avgustda tug'ilgan kuni 22-avgustga men uylantirmoqchi edim, surpriz qilmoqchi edim. Ya'ni kim aytmoqchi bo'lganim, nima sababdan so'rayman, hurmatli kuzatuvchilar? Qaysi vijdon bilan haqiqatan 35 ming AQSh dollari otaga taklif qilish mumkin? Hali bolasini rohatini ko'rib, hali farzandi bir chimildiqni ko'rmagan bo'lsa. Keyin men pulga sotilmadim, o'g'lim sotilmaydi dedimki, bular avtomatически endi meni guvohlarimni shu Furqat bilan Gulchehra, shular Zokirova, Qishlab 2 da yashovchi ular ham hamsoya, shularni sotib olishdi. Sotib olingandan keyin o'sha ular u tarafga o'tib ketdi. U tarafda guvohlik berdi. Teskarisi bo'ldi, o'sha 180 gradusga aylandi. Shuhrat aka, qarang, janjal bo'lgan jarayonda faqat 102 chaqirdinglar. Ya'ni hozir bu baxtsiz hodisa bo'lganda birinchi 102 chaqirmadinglar. Ya'ni fuqaro bilan o'zaro o'zi kelishuv qilgan edinglar, to'g'rimi? Endi ya'ni sen meni bordyorimni to'g'irlab berasan, shun bilan bizda muammo yo'q degan. Shunday aytuvdim men. Shunday aytuvdim. Bular sheriklarga kirib birdan janjal ko'tarishdi. Tushunarli. Xo'p, hozirgi holatda kimdan e'tirozingiz bor? Hozirgi holatdan Samarqand suddan birontasidan noroziman. Birontasi ishi to'g'ri olib ketmayapti. Hozir jarayon qaysi anaqaga kelgan, holatga kelgan? Hozir birinchi sud o'tib ketdi, apellyatsiya o'tib ketdi, apellyatsiyadan ham sudlardan noroziman. Tatbish o'tib ketdi, tatbishdan ham noroziman. Hech qaysi to'g'ri ish qilmayapti. Hozirgi vaqtga dokumentlar endi Oliy sudga
topshirilgan. Oliy sudga ham borib qog'oz topshirib keldim. Endi Oliy sud keyin nima bo'ladi? Undan keyin men yana chiqaman efirda nasib bo'lsa, chiqarib yana aytaman nima bo'lganini ham. Ya'ni haqiqatni qidiryapsiz-da. Ha, haqiqatni qidiryapman. To haqiqat yuziga chiqmaguncha men to'xtamayman. Asosiy murojaatingizni kimga yo'llagan bo'lardingiz? Kameralarimiz qarshisida bemalol bitta ota sifatida murojaatingizni qoldirishingiz mumkin ekan. Men shu Oliy suddan haqiqatni nima qilamanki, nazoratga o'zi olsin. Nazoratga o'zi olsin. Men o'g'limni ayirdim, o'g'limdan. Ularniki qamaldi. Ularniki keladi, lekin meniki kelmaydi-ku. Meni o'g'lim ketdi. Adolatni ko'rishni so'rayman. Hozir sud raisi, Oliy sud raisi yangi bo'lgan shu odamdan men endi umid qilamanki, haqiqatni ko'rib beradi. Samarqand suddan men umid qilmadim, hammasi noto'g'ri ish qilyapti. Fatima opa, o'zi asli sizga mikrofon tutish uchun yuragim bezillab turibdi, sababi men ham onaman. Ya'ni bu yoshgacha farzandni yetkazib va uni qabrga qo'yish ko'proq onaga og'ir. Shunday. Ko'p savol bilan sizni qiynamoqchi emasman. Faqat beradigan savolim, farzandingizni o'limiga sabab bo'lgan bolalar hozir qaysi ahvolda? Qamoqdami? Qamoqda, ha, ular qamalgan 8 yilga berilgan edi ular. Lekin ular 8 yilga arzimaydigan ish qilishdi. Men bittagina o'g'limdan ayrilib qoldim. Ular uchun 8 yil hech narsa emas. Men bir umr kuyganimcha qolib ketdim. Ular oliya keladi, ota-onasini oliya keladi. Men bacham qidan keladi endi, qani meni bacham. Ular ketib ko'rib keladi. Qamoqda bo'lsa ham ko'rib keladi ota-onasi, bolalari ketib ko'rib keladi. Lekin men qayerga ketib ko'rib kelaman? Ko'rin ustiga ketganimda bacham chiqmadiki, ayam meni ko'risha keldingiz demdiki bacham. Ular ko'ra oladiki bachasini. Yaxshiligi oqibati shu bo'ldi endi. Nima qilishim kerak edi? Bacham yaxshilik qilgan edi. Yaxshiligi oqibati shu bo'ldi. Bacham o'zidan o'zi urush oqtirmagan edi. Bacham yordam berdi. Yordam berganimiz oqibati shu bo'ldi. Yaxshilikka yaxshilik qaytmish. Vahshiylarcha urib ketdilar. Ha, yiqitding, urding, yiqitding. Shundan keyin teginman, shu bacha sudirgi bo'lib qon qoqshab qoldi. Yana vahshiylarcha urib tepalab ketdilar. Bu odamgarchilikdan emas-ki. Nima qilish kerak endi? Qani, qaydan topaman hozir men endi bachani, qaydan topaman? Bittagina o'g'lim bor edi. Qaysi bittasini dardimni ko'taraman? Menga oson tutmasin hech kim. Men bittagina farzandni go'rga qo'ydim. Kiray chimildiqqa kirgizish joyiga go'rga kirib ketdi meni. Nima qilishim kerak? Hamma noqonuniy ish qilib yotibdi. Biza qayerga ketishni ham bilmaymiz. Qonun qayerda qoldi? Nima O'zbekistonda qonun yo'qmi? Zo'r-zo'rniki bo'lib chiqibdi, hozir zamon shunaqa bo'ldi. Kuyib qolibdi. Zo'rlarga zo'r bo'lib ketdimi? Vahshiylarcha bunday bo'lmasligi kerak. Uni ham Xudo yaratganki. Odamni farzandiki ular ham. Ichgan bo'lsa ham, chakkan bo'lsa ham sal e'tiborli bo'lishi kerak ediki. Shu bacha yiqilib yotgan joydan ham shunchalik do'pposlaganlar. Endi men qaydan topay bu bachani? Qaydan topay? Qani mana savol, qani mana javob? Bittagina o'g'lim edi. Topganim shuniki edi. Hozir qayerga ketaman endi? Fatima opa, aynan shu janjal bo'lgandan keyin, ya'ni aytishyapti, tez yordam mashinalari kelgan va albatta uni shifoxonaga olib borgansizlar. Endi men bor uzr, yana qayta aytaman, bu savollarni berish bir onaga juda og'ir. Shunday. Farzandingizni joni necha kunda uzildi? 9 kunda uzildi. Bacham komada tushdi, komadan kelib turmadi. Kecha kunduz bacham o'ldi edim. Nima tashxis qo'yishdi? Miya gematomasi, 93% gematoma, miya gematomasi. Shu urgandan yiqilib boshi asbala tegib yorilgan. Tepgandan keyin, o'sha yiqilib bo'lgandan keyin boshi yorilgan, sudirgi bo'lgandan ham 4 kishi tepalaganlar. Shunchalik vahshiy odamlar. U boshidagi suyaklari yorilib ketgan. Biz bir Seliskiga olib ketdik. Seliskidagilar biz yo'q operatsiya qila olmaymiz dedik. Tez yordam chaqirtirib havasiga olib ketdilar. Havasida hadaringni qildilar. 3,5-4 soat operatsiya qildilar. Shu 9 kun degandan keyin 21-kecha soat 11da o'ldi, 22-da janozasi bo'ldi bachami. Bittagina bachamdan ayrilib qoldim. 9 kun komadan turmadi bacham. Hozirgi holatda, ya'ni
ekranlarimiz qarshisida bir ona sifatida kimga murojaat qilgan bo'lardingiz? Kimga murojaat qilgan bo'laydim? Endi bilmadim, prezidentimizgami, Oliy sud hokimlarigami, kimga murojaat qilishimni ham bilmay qolaman. Iltimos qilganim sababiki Oliy suddagilar ham yaxshi ko'rib chiqib adolatli hukm berishlarini so'rayman. Bitta gapim shu. Qanday hukm siz uchun adolatli bo'lardi? Qanday hukm bo'lsin? Men uchun oliy jazoli bo'lishini xohlayman. Jazosini oliyroq qilishni xohlayman. Men bittagina bachamni uchun har ishga tayyorman. Lekin mana bu kam bergan yil uchun men rozi emasman. Afsuslar qilishdimi u yoq taraf? Ya'ni qamalgan bolani ota-onasi deymizmi, o'zligimi qandaydir holatda yoningizga tashrif buyurishdimi? Xo'jayiningiz aytibdilar, ya'niki arizani qaytarib olish uchun pul menga taklif qilishdi. Bundan tashqari, misol uchun uzr so'rashdimi yoki ota-onasi keldimi u tarafdan? Uzr so'rashdi, ballar o'zi sudxonada sudyani oldida 1-2 marta uzr kechirasiz degandi. U uzr so'ragani bilan biz uzrlik qila olmaymizki. Bittagina farzandimizdan ayrilib qoldik. Uni uzrini olganim taqdirim bilan farzandim tirilib kelmaydiki o'zi. Uni uzrini endi men nima qilaman? Nima qilaman? Menga nima kerak uni uzri endi? Menga o'zi keraksiz narsa u narsa. Uzr so'ragani bilan uni uzri kechirimli bo'lmaydi o'zi. Uni kechirayotgan daraja qilgan ishlar kechirayotgan daraja emas u. Uzr so'ragani bilan men uzrini hisobga olmayman. Shuhrat aka, ya'ni bordiyor haqida gapiryapsizda, bizani kuzatuvchilarimizga hozir tushunarsiz holat bo'lib qoladi. Mana ko'chani yuzidan kirganida birinchi uy sizniki ekan, to'g'rimi? U bordiyor qayerda joylashgan o'zi? Ko'rsatasizmi? Ha, ko'rsataman. Bordiyorda. Ya'ni yo'l yuziga qo'yilgan bordiyor haqida gaplashayotgan ekanmiz. Bu bordiyorni o'zingiz joylaganmisiz, o'zingiz qo'yganmisiz? Ha, o'zim qo'ygan bordiyor. O'zim sotib olib bordiyor o'zim qo'ydimki, mashinalar kirib ketmasin uyga deb bordiyor men qo'ygan. Ha, bu hech qanday hokimiyat yoki yo'l harakatlarida qo'yilmagan. Yo'q. Men shaxsiy pulimga sotib olib o'zim qo'ydirdim. Prosta mashina kirib ketmasligi uchun. Endi nevaralaringiz bor, baribir uyda. O'shani ehtiyotini olgansiz. Ya'ni biz gapirayotgan holat shu bordiyor haqida bo'lyaptimi? Ha, biz gapirayotgan holat shu bordiyor ustidan bo'lyapti. Spark mashina bu yoqda katta skorostda keladi, katta skorostda. Ana shu tiyinlatib bir tormoz beradi, 2 marta gum qilib davush keladi. Ha. Biz eshik tomondan yugurib chiqdik. Shu kelgan paytda mana bu bordiyorni urib yiqitadi. Bu yoqda. Ariga yiqitadi, o'zi Spark mana bu yerga ana shu yerga albatta tushgan bari. Bu yerga suv keladi, u yerga suv bosmasin deb aytdim. Avaling. Bo'ldi, suv bosadi, mana shu yerda turing, qoting shu yerda bo'ldi. Unda qo'lingizni tushuntirib gapiring. Ketdik da, ha. Spark mana buni urib yiqitib, aylanib, yuzi bu tarafda bo'lsa, aylangandan keyin bu yerga tushadi, o'zi mashina Sparkning yuzi u tarafa qarayapti. Yuzi u tarafa qarayapti, 4 ta balon o'sha tepaga turibdi, krishasi bilan tushgan. Aynan u Spark boshqa mashinalar bilan misol uchun urilmadi, to'g'rimi? O'zi kelib ag'darilib. To'g'ri, katta skorostga kelib, bordiyorni urib, bordiyorni yiqitib, o'zi aylanib bu yerga tushadi. Katta skorostda kelgan u nima Spark, katta skorostda. 4 ta balon tepada edi, bizlar yonbosh qildik, eshigi tepaga ochib, mashinadan chiqardik kishini. Ya'ni o'g'lingizlar bilan shu yerda bularni qutqardingiz, to'g'rimi? Ha, shu yerda qutqardik. Farzandingizni urish jarayoni ham shu yerda bo'ldimi? Ana shu yerga bo'ldi, o'g'limni mana shu yerga urib yiqitdi, mana bu asfaltga. Bironta toshcha ham yo'q, mana qarang. Ana shu yerga bordiyorga teggani yo'q o'g'lim. Mana shu bordiyordan 2 metr berga o'g'lim bilan janjal qilyapti, men bilan mana shu yerga janjal qilyapti. Aramiz mana 3-4 metr. Kuyovim mana bu 2-3 metrda. Bular mashina ashira qator qo'ydi, hammasi mast holda kelgan. O'tayotgan mashinalar ham yordam bera olmadimi? Yo'q, asosiy shularning mashina edi. Asosiy shularning gruppasi. Qatnov qismida ekanmizda. Juda ham mashinalar ko'p o'tyapti. Biron bittasi to'xtamadimi? Yo'q, bitta ikkitasi endi yordam qildi, baribir bular gruppa bo'lganda nima qildi? Hamsi ham g'olib yiqilgandan keyin ham tepyapti. G'olib degan hamsiyamiz kamaridan tortib chiqaradi. Urma deb chiqarsa, unga ham yopishib ketadi. U qochib ketadi hamsiyamizki. Lekin sudga ham
Telegovda ham aytyapti, bu qo'lli hamsoyamiz oyoq bilan tepdi. Men ko'rib o'tiribman. Ko'zim oldiga bo'lyapti. U tepyapti, tepgandan keyin kameradan tortyapti, kameradan tortsa bunga yopishib ketyapti. Bular kamiga 15 kishi yordam ediki, kam emas. Bir mushtipar ona bilan otaning murojaatlarini eshitdingiz. Bunday holatdan keyin o'zingiz xolisona aytingchi, kim endi kimga yordam bera oladi? Bir farzandidan ayrilgan otaning holatini ko'rdingiz. Ko'z oldida farzandini o'z qo'llari bilan tez yordam mashinasida olib borish bu juda og'ir. Hurmatli kuzatuvchim, izohlarda sizning fikringizni kutib qolamiz. Oliy sud raisasi Robixon Mahmudova. Bizga ma'lumki, ish faoliyatingiz davomida juda ham ta'sirli va maqtovlarga sazovor ishlar qilgansiz. Hozirgi holat bo'yicha ham mushtipar ona va otaning ishini o'z nazoratingizga olasiz degan umiddamiz. Hurmatli kuzatuvchim, bizni kuzatishda davom eting.